Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga общий marketplace'dan qanday qilib pul ishlash kerakligi bo'yicha video tahlil bermoqchiman chiroyli qilib. Va bu mavzuda menda kommentariyalar, o'zimni lichkam yozilgan gaplar to'lib ketgani uchun hammasini yig'ib sizlarga bermoqchiman. Ketma-ketlikda. Xo'p, давайте men sizlarga tushuntirib bersam. Birinchi o'rinda marketplace'lardan sanab chiqdim, bilib chiqqanim. Shu vaqtgacha tajribadan kelib chiqqan holatda 4 kishi pul ishlay oladi. Agar o'sha sanab o'tganlarimni 4 tasi ichida bo'lmasalaring, demak sizlar pul ishlamayapsizlar. Birinchi o'ringa qo'yamiz, bu kim? Birinchi o'rinda marketplace'dan kim pul ishlay oladi? Bilimi bilan tajribasi juda ham katta bo'lgan seller. Ya'ni u kompyuterda yaxshi tushunadi. Deylik, tajribasi juda ham katta, ancha yildan beri bozorni tushunadi, ya'ni his qila oladi. Undan keyin juda ham ko'plab analitik servislarni yaxshi biladi. Undan tashqari Ozonni yaxshi biladi, chorniy sxemalarni yaxshi biladi. Shunga o'xshagan o'zlari sxemalar sozdad qiladigan, juda ham kuchli bo'lgan sellerlar, bilimi katta bo'lgan sellerlar pul ishlay oladi. Qanday qilib aytib o'tib ketaman. Birinchi navbatda bilimi kuchli, praktikasi katta sellerlar ko'proq ular deylik yosh avlod bo'ladi. Ularda finansiy har doim muammo bo'lishi mumkin. Shu kabi o'zi tovar olib turib, deylik, masalan, borib 1 million rublga zakup qilib отгрузка qila olmaydi. Lekin ularning bilimini boshqalar foydalanishi mumkin. Kim производитель foydalanishi mumkin, dars o'tishi mumkin-da. Shunga o'xshagan narsalar qiladi va u pul ishlaydi. Haqiqatan ishlasa bo'ladi pul va men 2 yil oldin shu orqali pul ishlaganman marketplace'dan. Bir. Bu o'sha odam. Agar siz juda ham bilimingiz kuchli bo'lsa, siz pul ishlay olasiz. U o'zi odamni ishlayapti ham. Endi ikkinchi odam kim? Bu ikkinchi odam производитель. Agar sizni o'zingiz производитель bo'layotgan bo'lsangiz, eng arzon narx sizda bo'ladi. O'zi eng arzon narx sizda bo'lgandan keyin что siz bozorga sota olasiz tovarlarni. O'zingizda tovaringiz bo'ladi. Siz uni xohlasangiz sifatini yaxshi qilasiz yoki boshqa o'zgarishlar kirib bozorda o'rgangan holatda sotishingiz mumkin. Ya'ni siz производитель bo'lsangiz, pul ishlay olasiz. Endi uchinchi kim pul ishlay oladi? Siz agar brend egasi bo'lsangiz, siz qanaqadir brendni sozdad qildingiz, olib keldingiz, unga chiroyli dizayner berdingiz, blogerlarga reklama qildingiz. Agar blogerlarga reklama qilmasangiz befoyda. Bordingiz, blogerlarga reklama qildingiz, shunga o'xshagan etap-metod ishlarni qilib chiqqandan keyin o'sha sizda xudo xolasa продажа boshlanadi. Kim? Uzum, Yandex.Market, Megamarket, Ozon, Wildberries, xohlasangiz Amazon. O'sha sizda brendingiz bor. Brend tanitasiz. O'sha brend tanitganingizdan keyin sizda ayta olaman, dohod juda ham kuchli bo'ladi, lekin siz ancha vaqtgacha может brend yaratgandan keyin 1 yil, 2 yilgacha pul ishlamasligingiz mumkin. O'sha brendni ko'tarish uchun. Bir ko'tarilgandan keyin bo'ldi. O'sha brend sizga pul olib kelishni boshlayveradi. Xo'p, birinchisi bilim va tajribasi katta bo'lgan odam, ikkinchisi производительlar, uchinchisi brend egalari. Endi o'sha to'rtinchisi kim? To'rtinchisini men o'z ko'proq o'quvchilarimga o'rgataman. To'rtinchi odam, birinchi va to'rtinchi odam bo'lishdi. Chunki bozor analiz qilib, bozorda yo'q tovarlar bor. Qaranglar, hozir men sizlarga bitta narsani aytib ketaman. Shunaqa kategoriyalarni bilaman, shunaqa tovarlarni bilaman. Bozor deylik talabi 1000% dan oshiq. Tovarlar bor 10,000% talab katta. 3 ta yoki 4 ta odamlar bor, sellerlar bor. O'shalar даже pul yetkaza olmayapti tovar uchun. Imенно bizda ham shunaqa muammo hozirgi vaqtda. Har hafta 100 korobka tovar keladi, 100 korobka 2000-3000 shtuk atrofida сразу отгрузка keladi, сразу отгрузка. Shuning uchun men даже sizlarga ham yozishga ulgurmayapman. Dekabr oyi o'sha bizda ancha pik bo'lib ketadi продажа. O'sha uchun. To'rtinchi odam nima qiladi? To'rtinchi odam bozorda o'rganadi, o'tiradi. Xuddi mana bunday men hozir kompyuter zonam, bu yerda mikrofon, klaviatura, o'ziga chotki bir atmosfera yaratib oladi ekan. Ko'ziga nima yoqadi? O'zi yoqqan meva nimalarni olib kelib olib, keyin o'zi fikrlashni boshlaydi. O'ylaydi, e'tibor beradi. Ya'ni hozirda bozor hajmi nima va odamlar nimaga talab qilyapti. Даже men birinchi tovar sotayotgan vaqtim borib торговый sentrlarga kirib, odamlar bilan gaplashganman. Siz unga rus tilini bilishingiz unchalik kerak emas. Juda bir ruscha, xato bilan tushuntirsalar ham bo'ladi. Borib turib, men просто sellerman tuda. Yoki просто dialog qilsalar ham bo'ladi. Yoki bitta ruscha yaxshi bilayotgan o'yinlaring saboy olib, borib u bilan o'rgansalar ham bo'ladi. Odamlar talabi qiziq. Keyin regionlarda o'rganadi.
Именно Ozonda shunaqa imkoniyat bor, что regionlarga qarab narx bersa bo'ladi. Regionlarda ketma-ketlikda o'rganishni boshlaydi. Bu regionda qanaqa, bu regionda qanaqa. Вот Rostovda demak, narx deylik oylik kamroq. Demak, ularga biza kamroq foyda qolsin yoki Rostovdagi skladimiz uchun именно Rostovga biz bonus beramiz, что o'sha yerda odamlar olsin. Rostovdagi skladdan Rostovga. Chunki biz tovarni arzonroq qilib qo'ysak, Moskvadan skladimizdan Rostovga borsa, logistika uchun ko'p pul olib qo'yadi. O'sha uchun biz Rostovdagi sklad uchun именно Rostovni o'ziga biz bonus berishimiz mumkin-da. Narxi arzonroq Moskvaga nisbatan. O'shanda ham biz продажamiz oshadi. Qachonki Rostovdagi skladda tovar tugadi, bo'ldi. Demak, Rostovdagi skidka ham uchdi. Qachon Moskvadan zakaz qilsa, o'sha turgan narxda Moskvaga zakaz qilib beradi. Ana shunaqa qilib u o'zi uchun deylik tovar topadi. Tovar uchun sxemalar o'ylab chiqadi. Bu bir bilan to'rt o'xshash bir-biriga. Lekin masalan bilimi kuchli bo'lgan boshqa odamlar просто borib bitta brend bilan yoki производитель bilan ishlaydi, bo'ldi, tamomda. Bir xillar bor. Ular kuchli bilimga ega bo'ladi va praktikasi ham bor. Lekin ular faqat nima qiladi? Kategoriyalar, tovar topadi. Brend qilishga mos bo'lgan tovarlarni topib, o'sha tovarlar orqali ular juda ham katta pulga ishlab chiqishi mumkin. Shunaqa, ya'ni bozorda talab nimaligini ko'radigan odamlar bor. Endi men o'zim shunaqa bozordagi talabni ko'rib biz his qila olamiz komanda bilan. Ko'ramiz bozorda, shunday bozorga kiramiz, даже qaysi tovar yangi kelganini ham bilishimiz mumkin. Marketplace'dan pul ushlab bo'lmaydi. Qachon siz o'sha 4 ta odamchiga kirmasangiz, o'sha 4 ta odamchiga hozir o'zlaringiz hisoblamasalaring, yoki siz производитель emassiz, siz brend egasisiz, lekin brenddagi tovaringiz qimmat bo'lsa ham qiyin. Siz brendni deylik masalan o'zingiz qilganmisiz, перекупщик orqali qilganmisiz, перекупщик bo'layotgan bo'lsa, bu yerda yoki посредник bo'layotgan bo'lsa, sizga u 100 rublyotgan tovar sizga yo'q zavoddan 100 rublga chiqadi, yo'l-yo'lakay 150 bo'ladi, sizga qo'lingizga keyin 200 rublga keladi. Bu o'zi siz 100 rubl yo'qotdingiz degani, bu ham katta narsa. Agar siz объем ishlatgan kichkina tovar bo'layotgan bo'lsa, katta tovar bo'lgandan keyin oshib ketadi. Ko'pincha o'sha посредникlar, перекупщикlar shunaqa yordam berayotganlar tovarni ustiga 10% dan ko'p narx qo'yadi. Может 10%, 20% atrofida qo'yadi. Bu sizda 10% dan juda katta pul hisoblanadi. Brendga ham shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Agar sizda brendingiz o'zingiz hammasi bosh turmayotgan bo'lsangiz, значит siz ham bu yerda pul ishlay olmaysiz. Производительda yaxshi tarafi bor, u sifatga, narxni o'zi telegraf qila oladi. Производительlar pul ishlash ehtimoli juda ham yuqori. Men o'zim ham производительlar bilan ishlab ko'rganman, lekin hozir bizlar производительlar emas, asosan brendlar bilan ishlab ko'ryapmiz. Brendlarda biz reklama qilib tovar tanitgandan keyin вот уже ancha yaxshiroq bo'ladi. Lekin brend bilan ishlashning yana bir plyus tarafi bor. Siz ko'proq tovar olganingizdan keyin klientskiy vazvratni ham ular qaytarib oladi o'zlariga. Ya'ni biz vazvratdan ham yutqazmaymiz. Vazvratni faqat logistika uchun yutqazishimiz mumkin bo'ladi. Hammani savoliga deylik bittada javob berganman deb umid qilaman. Kimdir javob bermagan bo'lsa, shunaqa yozib qo'yinglar. Bir kun video qilib shunaqa javob beraman sizlarga. Ketma-ketlikni bilib olinglar. Agar shu 4 ta odamga hisobiga o'tmasalaring, sizlar o'zi umuman marketplace'dan pul ishlay olmaysizlar. Shunaqa. Shuning uchun hammasi men birinchiga bekorga qo'ymadim bu narsani. Agar bilimlaringiz bo'lmasa, tajriba bo'lmayotgan bo'lsa, pul ishlay olmaysizlar. To'g'risi. Brend производительlar bu ular oldindan pul ishlatgan odamlar. Ular o'zi производитель buguncha ishlab topgan o'sha pulda. Brend o'sha oldingi birinchi ishi bor, normal dohod keladi, keyin brend qilayotgan odamlar. Вот kelish boshida taqalayotgan narsa bu sizlarda bilimlaringiz. Agar bilimlaring yaxshi bo'lmasa, o'zlaringga bo'lgan ishonchlaring bo'lmasa, sizlar qo'rqsalaring, вот уже ishlamayapsizlar, просто все chiqib ketaveringlar. Лучше marketplace'ga kirib, men bu o'xshamadi, tovarni arzon qilib sotaveraman degandan ko'ra, qolganlar bozorini o'ldirgandan ko'ra, просто лучше kirmanglar marketplace'ga. O'zlaringni qiynamanglar, o'zlaringga bo'lgan, masalan deylik, samosiyanglarni tushirib qo'ymanglar marketplace'ga kirib. O'zlaring professiyalaring bo'yicha qilinglar. Raz kirmoqchimisizlar, juda ham kuchli o'rganinglar. O'rganishga men bemalol ayta olaman. Boshlagan vaqtingizdan to 6 oygacha kuchli soprovajat qilayotgan odam kerak. Siz yoki ular bilan birga yurgan bo'lishlaring kerak bo'ladi. Shu atmosfera, shu sferada bo'lmaydigan bo'lsa, juda ham kuchli bitta kurator kerak bo'ladi. U kurator masalan soprovajina vaqtini o'sha boshlagandan 6 oygacha qilish kerak. Chunki 6 oygacha men tajribamdan kelib aytyapman. 6 oydan keyin ko'p o'quvchilarim shu o'zi so'ramay qo'ygan savol. Chunki o'rganib bo'lgan. O'sha boshlagandan 6 oygacha yoki bo'lmasa bilimni yaxshi berib yoki
birga olib kirib, individualniy savdoni hamma narsani kattartirib, keyin qo'yaverayotgan odam kerak. Shunaqa dogovor qilishlaring kerak bo'ladi. Foydali bo'lgan degan umiddaman sizlarga. Videolarda tanishlar tarqatinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Har oy shunaqa foydali videolar chiqarishga harakat qilib turaman sizlarga.